Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar ogoh bo'ling. O'zbekistonda pensiya vaqtincha to'xtatiladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Pensioner O'zbekistondan chiqib ketganda pensiya qanday to'lanadi? Davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq bugungi kunda pensioner O'zbekiston Respublikasidan tashqariga chiqib 3 oydan ortiq vaqt mobaynida O'zbekistonga qaytib kelmaganida pensiyani to'lash vaqtincha to'xtatib turiladi. Bunda vaqtincha to'xtatilgan pensiyani to'lash pensioner O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng qayta tiklanadi. Eslatib o'tamiz, fuqaro O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng olinmay qolgan oylardagi pensiyani 24 oyligini olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda pensiya puli pensiyani olish maqsadida murojaat etilganidan oldingi 24 oydan oshmagan davr uchun to'lanadi deyiladi xabarda.